Assalomu alaykum hammaga. Bugun 22-oktyabr 2025-yil. 2-avtopark Aush To'shama. Bolalar korobka yo'q joyini, tekis joyini 25 lik almaturda 15 horadan yoyib boshlagan. Birinchi sloy kirishlarimiz bitgan, ikkinchi sloy kirishlarini boshlagan bolalar. Mana bu birinchi sloy kirishlarimiz bitgan shakli. Qo'shaloq xomut. Bizda mutaxassis ustalarimiz hamma razmerda bir joyga jamlagan holda xomutlarni mastarlab tayyor holga chiqaradi. Ayni bu shakllar. Tayyorlangan mastar xomutlarni bizning maxsus ustalarimiz joy-joyiga qo'yib, armatur sonlarini to'ldirib, mana shu shaklda ishlab kelmoqdamiz. Xudo xolasa ikkinchi sloy kirishlarimiz boshlangan. Bu yog'ini ikkinchi sloy kirishlarini xudo xolasa 1-2 kunga yaqinlatib bitiramiz. Hammaga rahmat.